la'nat it. Ben nima qildim bunga? Nima qildim bu? Bu nima degani? Bu nima degani bu? To'xtasizlar ham yurishinglar. Bu nima degani bu? Do'stlarim, assalomu alaykum. Hozirgi videoda eng top avariyalar va yo'ldagi qiziqarli holatlarni mana shu video davomida ko'rib borsalaring bo'ladi. Videoni iltimos videoni oxirigacha ko'ringlar va izohlarda o'zlaringizning fikrlaringizni yozib ketishni ham unutmanglar va videolarga qo'ldan kelgancha izoh berib o'tib ketishni harakat qilaman. Marhamat, videoni boshladik, qani ketdik. Buxoro Toshkent yo'nalishidagi avtobus va Gentra rusumli avtomashinasi avtohalokatga uchradi. Gentra haydovchisi uxlab qolib, o'z yo'nalishini keskin o'zgartirganligi sababli avtobus to'xtab qolishga ulgurmay, Gentrani orqa qismidan urib, yo'lning bardor qismiga sudrab ketdi. Natijada Gentra ichidagi 4 nafar yo'lovchidan 1 nafari tan jarohat olib, shifoxonaga olib ketildi. Yana bir yo'lovchi yengil jarohat olib, unga tez yordam ko'rsatildi. Haydovchilardan hushyorlikni, yo'llarda uxlab qolmasdan dam olib yo'lda davom etishlarini so'rab qolardim. Avariyani ko'ryapsizlar, prosta dahshat bo'lgan akalar, ukalar, opalar, yo'llarda hushyor bo'lib, ehtiyot bo'lib yuringlar. Yaxshiyamki bu joyda hech kimga jabr yetmagan, ya'ni o'lim bo'lmagan. Aka, yaqinroq opansam bilasizmi? Bilmayman aka. Voy, mahalla qaraylar. 50 tasidan o'tdim. Izohlarda o'zlaringizning fikrlaringizni yozib ketinglar. Sizlarda ham mana shunday mahallalar bormi? Politsiyskilar namuncha ko'p, a? Bu mahalla deyiladi, izoh bormi, a? Mashinadan o'tgan odam so'ksa kerak, shu mashina qurgan odam. Men endi so'kmadim-ku. Mana qaranglar, tinmayapman. Nechtasidan o'tdim? Hali yana 50 ta bor. Boraganda men bilan olishaymi? Bu videoga ozgina izoh berib o'tib ketaman. Bu video Qozog'istonda bo'lgan. Bunda mana bu ura binib ketayotgan insonni Qozog'istondagi GAI xodimlari to'xtatgan va noqonuniy to'xtatgan. Bunga misol videoni oxirigacha ko'rsalaring, noqonuniy to'xtatganligini va nima bo'lganligini aniq bilib olasizlar. Shunday holatlar bo'yicha ham izohlarda fikrlaringizni yozib ketsalaring bo'ladi. Nima sababdan to'xtayapti? O'zlari ham bilmaydi. Qayerga qo'yadi? Qayerga oladi? Nima sababdan bunaqa qilib to'sayapsizlar? У меня всем камера работает. Хорошо, давай. Qavmsiz yo'ldagi jadal profilaktikalik ishlari yuribdir. O'sha hujjatlarni tekshirishga байланысты tekshiryapmiz. Besabab. Без нарушения, да? Narушение emas. OPMga qarshi bizga tekshirishga bo'ladi. Qanday ortdan quvib kelib tekshiriladi? Yo'q, mumkin emas. Nega chiqaman? Nega chiqaman? Qanday yo'lni ustida tranzitniy mashinani qanday dokumenti yo'q bo'lishi mumkin? Dokumenti yo'qmi? Ya qanday yo'q bo'lishi mumkin? Dokument права. У меня всем документ порядок. А зачем? Без причины, без... Сашин шақырам. Хорошо, хорошо. Ну, без причины, как можно, что ли? Qayerda meni do'stlaring, nega quvib kelyapsizlar? Menga shuni aytinglar. Menda umum kamera bor, persepgacha. Qanday quvib kelyapsizlar? Quvib kelib to'xtatyapsiz. Quvib kelib. Nima sabab без причины quvib kelishingiz? Вот, у меня сотрудник. Хорошо, quvib kelib qanday qilib? Mumkin emas. Mumkin emas meni quvib kelishlar. O'zingiz bilasiz, ma'lum. Хорошо. Men shu yerdaman. 102 zvonnaylar, gruppa chaqiringlar, erta gaplashamiz. Assalomu alaykum. Men O'zbekiston fuqarosiman. Сотрудниklaring 118 politsiya patrullik mashina meni без причины ortdan quvib kelib meni to'siyapti. Shunga haqqi bormi? Без причины yo'lda ketdi mashinam. Mana gaishniga beryapti.
Mumkin emas so'rang. Bez prichina mumkin emas. Qayerda topib keladi? OPM barmi? OPMda zakon bo'yicha ortdan. Yo'q deyapti. Tranzitli mashina mani mashina. Yo'q deyapti. Eshitdilaring-a? Meni ortiqcha ushlab turmanglar. Yo'q deyapti. Meni to'xtatmanglar bez prichina. To'xta. Open deydi bilan. Openingga. Talon. Sana ona. Sana ayol kishi kim rol o'tkazadi? Qo'yet qilaman. Turib qo'ygan burilolmaydi ham, na haydaydi ham. Pavorotda qotib qoladi, kallanga qo'yamlar. Mana bu videodagi holatga ham izohlarda fikrlaringni yozib ketinglar. Bu holatda mana bu videodagi holatga ham o'zlaringni fikrlaringizni izohlarda yozib ketinglar. Bu video mana kechqurun bo'lyapti, ko'ryapsizlar. To'satdan bemalol xotirjam Spark avtomashinasi mana bu Damas'ni yo'lidan chiqib kelyapti. Yaxshiyamki Damas'ning shofiriga hech narsa bo'lmagan, Xudo o'zi asragan. Mana shunday holatlarda ham kim haqligini hozir izohlarda bemalol yozib ketsalaring bo'ladi. Mana bunday dahshatli avariyalar asosan Qozog'iston yo'llarida bo'ladi, aka-ukalar. Hushyor bo'lamiz, xosatan mana shu kuzda, qish oylarida juda ham ko'plab, o'nlab, minglab avariyalar bo'ladi Qozog'istonda. Jon og'ayni sen tushunding. Molga kastam shim kiygitsang ham u mol, odam bo'lib qolmaydi. Eshakka tilla taqa qo'ysang ham u eshak, ot bo'lib qolmaydi. O'shancha tashqi qiyofani o'zgartirsam boshqa odam bo'lib qolaman deb yuradi, siqma hali ham. Bu videodagi holatga nima deysizlar? Akamiz pul berib to'g'ri qildimi, noto'g'ri qildimi? Ya bu inson pulni olib ichadimi yo ichmaydimi? Bu haqda ham fikrlaringizni yozib ketinglar. Ichganim yo'q otajon. Xudo qo'shmagan ichgan. Ichganim yo'q. Men o'raman ketaman otajon, mard buzilgur. Yo'q otajon. Ichgan ha boja. Otajon. Siz men gunohga botaman-da. Men o'raman, sam pirashga o'raman ketdim, mard buzilgur. Shu bank 6000 bermay. Bo'ldi mana, rahmat. Ichgan edi boja. Ikrom boshliq shu edi. Kran ko'tarilib ketyapti uka. Ko'ting sezyaptimi yo'qmi? Sal tushir, tiral dolroq olamiz. Ikrom, hamma senga qarab turibdi. Boshliq ham shu yerda uka. Shuni ag'darib yubormagan hozir uka. Sekin orqaga qaytar Ikrom. Mashinani erkagini bilgan biladi, bilmagan Nexia 2 legenda deb yuraveradi. Alabbay, Kobultga umumiy miqdorda nechta qovun ketgan deb o'ylaysiz? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Ushbu videoni mashinani zo'rini izlab yurgan akalarga jo'natib, bizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Asror aka, boshliq sizdan so'rab qolsa, u bolani o'piti bor 5-10 yillik katta mashina haydab yurgan deb, aka to'g'ri tushuntiring, o'piti bor zo'r bola deb. Bo'lmasa hozir menga aytadi, sen o'piting yo'q, shuning uchun ontaravarding bu deb bo'ynim yilib qo'yar. Aka, yordam qiling, jon aka. Tamishdi. Damazini o'rtaga Hazrati Dovud ursin, olaman dedi. Qasamxo'r odam eng iflos odamlardan bo'ladi. Muttaham, lutto'z, julik. Kim yedi buni? Men yedim. Nega deb yeding buni? Oh, shaharni go'zalligini qaranglar. Bebaho. Voya. Ana balonda o'rtasida turgan narsa agar to'satdan uchib ketib qolsa, insonga tegsa, bir tarafidan teshib, ikkinchi tarafidan chiqib ketsa kerak, Xudo asrasin. Ana. Ustalarimizni texnologiyasidan ko'rib bemalol fikrlaringni bunga ham bildirib ketsalaring bo'ladi. Prosta dahshat. Ustakalarımızga rahmat.
uzr miyani ishlatishdi, innovatsiya texnologiya yaratishdi. Hojatxonaga o'tirishdan oldin qog'ozni tortib oladi. Hojatxonaga o'tirasiz, keyin hojatxonadan qilib bo'lgandan keyin qog'ozni ishlatib bo'lgandan keyin qo'yib yuborasiz. Shunga ham ancha miyam qotirib o'ylashibdi, lekin mana o'yin tomonimda joy bor, qo'yishmabdi shu yerga. Mayli, jonlari sog' bo'lsin. Ishlariga omad, 100% haqqlarini berdim. Lekin shunga ham ancha bosh qotirishibdi. Chap qo'lingizda bo'lmagan, o'ng qo'lingizda hojatxona. Gap yo'q, rahmat. Qanday makkama? Akalar, mu ahvolni qaranglar. Jiyanimga mashinani bir chekkaga olib qo'y desam, qaranglar qadab qo'yganim. Omma malades. Barmaq sig'adi xolos, balondan tep turibdi yo'lga. Balonni qaranglar, balonni. Men qanaqa qilib olib chiqaman bu mashinani? Bir chekkasini topgan joyini buni. Mana qaranglar. Chiroyli qilib qo'yib qo'yibdi. Omma malades. Ramani bitta dollardan hech jiyanim bor-ku. Ne kaşa? Да, очень круто, да, очень круто. Вторая попытка. Durmuş basma. Böyle sekin düş. Şustrike Matizci. Asta asta lan. Kayıt aşağıda. Haydamadı. Yok, o'tirg'ini qaranglar. O'ng qo'lim aniki-ku. Qadasini o'tirib kelyapsan. Bo'ldi, start olindi. Haydama, mashina ko'ta o'ynab ketay ekan. Haydama, ko'ta ketay ekan. Haydama, xudo qilolmaysan. Asta, to'g'ri. Xotog'im boshi o'zingga nagirishdi. Nima qilasan? Sekin hayda. Ha, bo'ldi aka. 70 olmish hayda. Mashina yo'qmi? Mashina. Yo'q, ketamiz-ku. Bularda kelib qola xudo qilolmaysan bu yo'l. Bo'yaq ketdi. O'ynab ketdi, men yorib chiqib ketgan, qara. Ular necha marta ishgan. Sekinroq hayda. Amal yurak yo'l ketmay kirarkan. Qo'rqib ketdim, o'tirdim. Ular tushsam bo'laydi, piyoda ketadi. Asta edi, mayli. Asta edi, ular sizga biza o'zingni pistanga zarar. Asta, ulug' bo'l, tormozlashmaydi keladi. Putin o'ynagan, senga bilinmayapti, bizga bilinyapti Putin o'ynagan. Ijtimoiy tarmoqlarda Begobod shahrida poyezd ishtirokida yo'l transport hodisasi yuz berganligi bo'yicha videolar tarqalmoqda. Ushbu holat joriy yilning 14-iyun kuni soat taxminan 16:40 larda Toshkent viloyati Begobod shahri Buyuk Ipak yo'li ko'chasidan kesib o'tgan temir yo'l kesishmasida 2002-yilda tug'ilgan fuqaro boshqaruvidagi Jak M3 rusumli mikroavtobus harakatlanib ketayotgan vaqtida ushbu temir yo'ldan harakatlanib kelayotgan dizel lokomotiv bilan to'qnashishi natijasida yo'l transport hodisasi yuz bergan. Ushbu yo'l transport hodisasi natijasida transport vositalari texnik shikastlangan, lekin hech qanday fuqarolar sog'lig'iga ziyon yetmagan. Hozirda holat yuzasidan Begobod shahar Ichki ishlar bo'limi yo'l harakati xavfsizligi bo'linmasi tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Barchangizdan yo'llarda yo'l harakati qoidalariga amal qilishingizni so'rab qolamiz. Asadbek, привет. Rulni menga bering, partajni ko'rsataman sizga. Ber rulni menga. Hayda olmayapsiz-da aka.
qayerda gaz berib qayerda tormozni bilmaysiz. Tiraman sotib olganmisiz deyman. Bu videodagi holat Dog'istonda bo'lgan. Bu videoda mana bu Gazel avtomashinasi tormoz tizimi butunlay ishdan chiqqan va bu mashinada 2 kishi yoki 4 kishi bo'lgan. Ularning hammasi soppa sog', lekin oyoq-qo'llari sinib ketgan, lekin o'zlari sog'-omon qolgan. Marka. Что делать, Ахмед? Тормоз. Старайся на обочину, где-то обочину. Что делать? На обочину. Моргай. Ахмед, что делать, Ахмед? Моргай. Ахмед, что делать, Ахмед? Ахмед, что делать? Моргай. Короче, вот такой получается, вот в этот угол удар пришелся. Вроде бы рама все целое. Вроде бы на первый взгляд. Взял этот кузов, у него восстанавливать весимость. Это сзади-то ерунда. Короче, вот это получается. Есть его, можно его снять или сделать?